Allohning rahmatini umidvor bo'lib yashaydi. Mana shu narsani o'rtasida yashashlik, mana hozirgi hadisda aytilgandek, xavfiga yarasha Alloh omonlik beradi, rajo umidiga yarasha Alloh taolo o'zini yaxshiligi bilan mukofotlaydi. Musulmon odam shunday yashashlik kerak. Shunda Xudo xolasa maqsad hosil bo'ladi. Alloh taolo o'zi mehribon. Kim Alloh taolo to'g'risida qanday gumonda bo'lsa, Alloh shu gumoninglardan deydi. Alloh mehribon, kechirguvchi, yaxshiliklarini qabul qilguvchi deb yaxshi Alloh taolo to'g'risida doim yaxshi umid qilib, yaxshi gumon qilsa, Alloh taolo o'z umidiga yarasha inshaalloh kechiradi, afv qiladi, mukofotlaydi inshaalloh. Agar Alloh saqlasin, doim shu holatimda ketsam, men ketdimda deb bu yog'iga umidi so'nib Alloh taoloning azobi borligini eslab, rahmatini unutib qo'ysa, o'sha umidiga yarasha bo'ladi. Shuning uchun doim yaxshilikni umid qilib, yaxshilikka intilishlik kerak.